Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Yana biz bir ishimizni yakunladik. Xudo xolasa inshaalloh o'zinglar ko'rib baho berasizlar degan umiddamiz. Biz Namanganning To'raqo'rg'onidamiz. Xudo xolasa inshaalloh o'zinglar ko'rib kuzatib borasizlar. Mehnatimizni qadrlab bir donadan like gumillatib qo'yasizlar degan umiddamiz. Xudo xolasa bu yerga oqqon mokri lis ishlatdik. Xudo xolasa bu yerimizga 450 kvadrat lis ishlatdik. 1 kvadratini 135 ming so'mdan qilib berdik. Plus tarnolarini 60 ming so'mdan qo'yib berdik. Tarnoning ichiga shilifga, kronshtayn, silikon usta haqqi kiradi. Shu narxlar ichiga xudo xolasa. Bu yerimizga 88 metr tarno ishlatdik. Kurgan polnistu 88 metr bo'ldi. Bunday fasollarimiz nihoyatda ko'p. Xudo xolasa kataloglar bor, ko'rib bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Mana bu aksessuarimizni 1 million so'mdan qo'yib beryapmiz. Xizmat haqqi 1 million bo'ladi. Shunda o'zinglar ko'rib baho berasizlar. Bunday aksessuarlarimiz nihoyatda ko'p. Joyga qarab tanlovlar bo'ladi albatta, xudo xolasa. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab albatta aloqaga chiqasizlar degan umiddamiz. Rahmat, sog' bo'lasizlar.